Yanımga o'sha 9-kun bugun Ruston shahrida bundan 5 kun oldin, kemasman 5 kun oldin Ruston shahrida gemoroyga operatsiya bo'lganini, bovasir kasalligiga operatsiya bo'lgan edim. Kundan keyin mendan javob berib yubordi. Uyga keldimda, shundan keyin yana qaytadan operatsiyaga kirasan degan edi. Uyga keldim, bir kun o'tib keyin ahvolim og'irlashib boshladi. Juda ham bir yomon ahvolda keldim bu yerga. Даже nima deydi? Invalidni koляска deydi-ku, shashayapti. Invalidni nogironlar avasida olib kirishdi meni. Keyin yerda mana shu olmagan qabulga kirdim. Sразу уже kelganimdan menga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishni boshladi bular. 2 kundan keyin yaxshi berasan dedi. Ayolim bilan kelganimda mana hozir ayolim yo'q, ayolimga javob berib yubordim. O'zim hozir mustaqil bo'lishga harakat qilyapman. Hozir endi mana 9-kun mana shularga demoqchiman men. O'zimning chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana Olimjon bu yerda bosh vrach ekan, Ashqajon ochgan ekan, mana shikazoxonani Ashqajonga ham katta rahmat mana shu keldi. Duosini olyapti. Albatta ishlariga omad tilayman bularga. Layla degan singlimiz, medsestra juda ham yaxshi qarashdi. Boya aytgandek 2-3 kunda oyoqqa turib, juda ham yaxshi bo'lib qoldim. Hozir og'riqda umuman yo'q.